Juda ham noqulay va kichkina bo'lgan 46 kvadratli kvartirani 3 xona qilib berdi. Bitta ko'rasizlarmi? Kirishimiz bilan 10 metrli koridor kutib oladi bizani. To'g'rida sanuzil joylashtirib berganmiz. Ichida vannasi, hamma sharoitlari bor. Keyingi xona bizada detskiy. Detskiyda biz 2 etajli kravat qo'yib berganmiz va dars qiladiganlari va shkaflarni ham 7 kvadratga joylashtirib berganmiz. Keyingi xona bizada kattalar yotoqxonasi. Bu yerda hamma narsasini hisobga olgan holatda qilib berdik, lekin bitta narsa yetishmayapti. Tabiiy yorug'lik. Tabiiy yorug'likni biz ochib olsak bo'lardi, lekin bu mijozimizni buni xohlamadilar. Tashqaridan kirayotgan yorug'likni bu yerda ham panoramli oyna qo'yib borsak bo'lardi. Keyingi xona bizda studiya formatda 15 kvadratga joylashtirib berganmiz. Полностью bu yerda kuxonning mebellari va divanli zona orqali buni gostinniy qilib olsangiz ham bo'ladi. Va eng nozik bitta fishkasi bor. Bu kichkina xonadon bo'lganligi uchun bu yerda steralniy mashinasini kuxnaga joylashtirib berganmiz. Agar sizlarning kvartirangiz kichkina va nima qilishni bilmayotgan bo'lsangiz, Plauzga murojaat qilsangiz bo'ladi va obunani bosib qo'yinglar.